Barchaga xayrli kun istalgan payti. Xullas qaranglar, e'tiborimizda oltin instrumenti. Bugun qanday qilib analiz qilish to'g'risida videorolik e'tiborlarga havola etishga qaror qildim va bu narsaga urinib ko'raman. Hozir ko'ryapmiz, soat kechqurungi tungi, ya'ni 2 dan 17 minut o'tdi. Cho'tta qandaydir uyqu yo'q. Kelinglar sizlarga qo'llangancha ma'lumot berishga harakat qilaman. Habibis, e'tibor beringlar, bu videorolikda aytiladigan barcha fikrlar subyektiv, ya'ni meni shaxsiy fikrlarim hisoblanadi. Bu fikrlar hech kimni hech narsaga chorlamaydi. Bu videodan maqsad tajribalarim va qilgan xatolarim bilan sizlar bilan bo'lishish xolos. Xullas qaranglar, birinchi o'rinda shaxsan men analiz qilish uchun birinchi o'rinda mana oylik time frame dan boshlaymiz. Eng kattasidan oylik time frame ni ochib olamiz va bu joyda ko'rishimiz mumkinki, qaysi instrument bo'lishidan qat'iy nazar men hozir shunchaki oltin instrumentni ko'rsatib beryapman xolos. Chunki juda ham ko'pchiligimiz oltinda savdo qilamiz va o'zim ham oltinda ko'p savdo qilaman. Chunki bu instrument tez qimirlaydi va likvidatsiya yuqori bu joyda. Shuning uchun mana shu instrument misolida ko'rsatishga harakat qilaman. Avvalambor oylik time frame dan boshlaymiz va ko'rishimiz mumkin o'tgan oydagi time frame svechamiz, mana bu svecha BG holatda. Undan oldingisi ham BG holatda yopilgan ekan. Bundan bilishimiz mumkinki, bozor hali beri o'zini sопротивлениясini topgani yo'q. Mana bu joyda bir marta sопротивление zonasini topgan, lekin bu joydan mana bu oylik time frame svechamiz yuqorida yopilganligi uchun bu joy bizga kelgusida поддержка vazifasini o'taydi. Qaysiki, narx mana shu joyga agar qulaydigan bo'lsa, narx bu joydan reaksiya olishni boshlaydi. Просто tak bu joydan o'tib keta olmaydi. Va mana bu joy sопротивление bo'lgan bo'lsa, mana bu joy поддержка va sопротивление zonani oralig'ini doim range zona deyman sizlarga. Bu joy range zona oylik time frame da albatta. Chunki mana bu joyda sопротивление, mana bu joyda поддержка bor. Buni oralig'i albatta range. Bu joyda sопротивление ekanligini qayerdan bilyapman? Bu narsa to'g'risida ham batafsil ma'lumot berishga harakat qilaman. E'tibor beringlar, mana shu joyni chizaman. Bu joyda bitta BG svechamiz turibdi va bitta mana bu joyda medveji svechamiz joylashgan holatda turibdi. Keyingi svechamiz ham medveji ekan mana bu holatda. Undan keyingisi bo'lsa BG holatda mana bunaqangi ko'tarilib ketgan. Sопротивление zonasi hosil bo'lishi uchun bitta BG svecha, bitta medveji svecha yonma-yon joylashgan va ikkalasini ham yopilgan holatda turishi, ya'ni mana bu svechani ham umri tugagan, yopilgan. Yangi svechalar ochilib ketyapti, уже tarixga aylanib bo'ldi. Всё, mana shu joy sопротивление zonasi hisoblanadi. Поддержка zonasi bo'lishi uchun bitta medveji va bitta BG svechani yopilgan holat. Всё, mana shu joy ham поддержка zonasi. Sопротивление va поддержка zonani oralig'i hozir aytdim, range zona hisoblanadi. Bu narsalarni e'tiborimizga olishimiz kerak. E'tiborimizga olishimiz kerakki va belgilab olishimiz ham kerak. Chunki oylik time frame da agar bozor qulaydigan bo'lsa, bilib bo'lmaydi qachon qulashni. Один прекрасный moment qulab ketishi ham mumkin yoki korreksiyaga yo'l olishi ham mumkin. Пока что bundan darak yo'q, chunki oylik time frame lar hammasi BG-mi, biz ham trend bo'yicha bayga savdo qilishga harakat qilaveramiz. Oylik time frame bo'yicha поддержкani belgiladik. Aynan hozir uchun поддержка, mana bu joy ikkinchi поддержкasi, mana shu joyni belgilab olamiz. Iloji bo'lsa bu joyni qalinroq qilib belgilab olishimiz ham mumkin, chunki bu joy kattaroq zona. Kelinglar, 27 50 qilib belgilab olamiz. Ko'payib ketib qoldi. 50. Крупный уровень, Keyingi urovenda kelinglar 26-16 qilib olaylik. 26-16. Mana shunaqangi zalotoy raqamlarga to'g'ri kelsa yoqtiraman to'g'risi. Plus minus mana shu zonamiz bizni katta поддержкamiz oylik time frame da va mana bu joy ikkinchi поддержкamiz hisoblanadi. Buni oralig'i esa range zona. Bu narsani bilishimizdan maqsad, agar oylik time frame dagi svechamiz qachondir mana bunaqangi holatda bo'lib yopilsa, bozor katta ehtimol bilan keyingi поддержкani to'ldirgani tushadi. Liba bunaqangi holatda, liba mana bunaqangi holatda bo'lishi mumkin. Bu narsani qachon biz selga ishlashimiz kerak yoki tasdiq olishimiz kerakligi haqida ham hozir ma'lumot beraman. Kichkina time frame larga o'tishni boshlaymiz. Oylik time frame da atak bizga kerakli bo'ladigan boshqa ma'lumot yo'q. Haftalik time frame da Habibis bizni qiladigan ishimiz mana bu поддержкani oylik time frame dan chut pastroqqa joylashtirib olamiz. Ya'ni yana ham aniqlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu joy haftalik time frame bo'yicha men uchun katta поддержка, mana bu joy sопротивление bo'lgan. Agar bozor qulaydigan bo'lsa поддержка birinchisi, ikkinchisi mana bu joyda hisoblanadi.
Yana bir marta e'tiborga berishimiz kerak bo'lgan joy mana bu joy. Bu haftalik time frame bo'yicha uje ketyapti. Mana bu joyda поддержка va сопротивление уровеньlari o'rtoqlar. Bu joylarni ham belgilab olamiz o'zimizga. Oylik time frame'da xuddi nima aytgan ma'lumotim bo'lsa, bu joyda ham xuddi ana o'sha ma'lumot. Agar bozor mana bunaqangi holatda yopiladigan bo'lsa, qaysidir haftalik time frame'dagi svechamiz bozor katta ehtimol bilan keyingi поддержкалari test qilgani tushishi kerak bo'ladi o'rtoqlar. Buni e'tiborimizga olib qo'yishimiz kerak. Haftalik time frame'da hozircha boshqa ma'lumot yo'q. Kunlik time frame'ga o'tamiz va kunlik time frame'da ko'rishimiz mumkinki, birinchi o'rinda bu joyda all time high bor, ya'ni oltin instrumentini insoniyat tarixidagi eng qimmat narxi. Bu aynan mana shu joy. Aynan hozirgi holat bo'yicha 23-mart soat 2 dan 24 minut o'tgan vaqt, ya'ni tungi vaqt bo'yicha all time high hozir 30.57.41 atrofi ekan. 30.58 deylik. Umumiy olib qaraganda mana shu atrof, ya'ni insoniyat tarixidagi eng qimmat narx ekan. Va ko'rishimiz mumkin bu joyda mana bu oxirgi kungilik, juma kungilik va payshanba kungilik svechamiz mana medveji holatda yopilgan. Bu medveji holatda yopilishi bizga nima ma'lumot beradi, qanaqa ma'lumot beradi? To'ppa-to'g'ri aytasizlar, taxmin qildinglar o'rtoqlar. Bu joy yangi сопротивлениeni yasaganligi haqida bizga ma'lumot beradi o'rtoqlar. Xuddi shunday ekan, bu joy biz uchun сопротивление zonasi, ya'ni qarshilik zonasi, ya'ni bozor bu joyda nimanidir his qilganki yoki bozor ishtirokchilari uchun, krupniy igroklari uchun prosta fiksatsiya qiladigan zona. Bu joyda ko'pchilik pozitsiyasini yopgani uchunmi deymiz, nima ahamiyatsiz nima bo'lishidan qat'iy nazar bu joy xullas qarshilik zonasi. Buni bilishimiz mumkin bitta bычий va medveji svechani yopilganidan. E'tiborga olishimiz kerak, bozor mana bu joyda kunlik time frame'da moshni ko'tarilib yuqorida yopilgandan so'ng mana bu joyda bitta medveji svecha hosil qilib qo'ygan ekan o'tmishda. Buni biz bilishimiz kerak. Nimaga? Yana to'ppa-to'g'ri taxmin qildinglar. Bu joy biz uchun o'rta уровень hisoblanadi. Ya'ni mana bu joy asosiy поддержка bo'lsa, haftalik time frame'dagi svecha, ya'ni поддержкamiz mana bu. Oltin bu yoqqa qulashi, soya qo'yishi yoki test qilishi mumkin, lekin uni o'rtaligida mana bu joyda ham поддержкamiz bor. Chunki поддержка deyishimizga sabab bu joyda, mana bu joyda nimaga bitta medveji svechamiz bor. Ya'ni medveji bычий svecha yonma-yon joylashib turganidan bilib olsak yarashaveradi sekingina. Долгосрочный сделка qilmoqchi bo'lsam bu joyda liba поддержкаdan pastda yopilishini mana variant bilan chizib tushuntiraman. Birinchi variant mana bunaqangi holatda yopilishini kutishim kerak. Kunlik time frame'da aynan kunlik time frame'dagi svechani agar mana bunaqangi holatda yopilsa, mana shu joydan selga zilka qilsam bo'ladi. Men katta ehtimol bilan bozor keyingi поддержкаga tushadi. Bu birinchi variant. Chizib qo'yamiz. Ikkinchi variantimiz mana bunaqangi holatda bычий bo'lib yopilsa-yu, lekin поддержкani test qilgan holatda yopiladigan bo'lsa, kunlik time frame'dagi svechamiz bu joydan bayga zilka qilib ishlasam bo'laveradi. Bozor katta ehtimol bilan o'zini сопротивление zonasini test qilgani ko'tariladi. Bu ikkinchi variant. Uchinchi variantimiz bor bu joyda. Uchinchi variantimiz bozor aynan mana shu joyda turgan holatida yangi поддержка zonasini hosil qilishi mumkin. Yangi поддержка zonasini biz bitta bычий holatda yakunlangan kundan bilib olishimiz mumkin. Agar bычий holatda yakunlanadigan bo'lsa, bozor katta ehtimol bilan o'zini mana bu сопротивлениесini test qilgani ko'tariladi. Xullas mana bu joyda yangi поддержка hosil qilgan holatda. Hozircha mana shu 3 ta variant keltirib bera olaman. Mana shu 3 ta variant dan bittasi bo'lishi mumkin. Da вообще hammasi bo'lmasligi ham mumkin. Hazillashyapman. Garochi 3 tadan bittasi bo'lishi mumkin. Men o'zim agar kunlik time frame'da savdo qilmoqchi bo'lsam albatta 4 soatlik o'tamiz va bu joyda uje yaxshi ko'rgan o'sha patternlarimizni, qandaydir bir figuralarimizni qidirishimiz mumkin va bu joyda поддержкаларni chut-chut joyiga to'g'rilab qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. 4 soatlik time frame bo'yicha asosiy поддержка mana bu joy. Chunki bozor nimaga asosiy deyapman? Chunki har bir aytayotgan so'zimdan o'rtoqlar mantiq qidirishga harakat qilinglar. Bozor yuqoriga ko'tarilgan kuchlanish bilan, ya'ni impuls bilan ko'ryapsizlar, kuchli ko'tarilgandan so'ng mana shu joyda mana bu svechaga e'tibor beramiz, сопротивление zonasini hosil qilgan. Va bozor mana bu joyda to'xtalgan qachongachaki bozor dal shu o'sishdan oldin. Bu to'xtalgan joyda biz, ya'ni shaxsan men himoya rastargovka deb atayman, zashni rastargovka deb olsak bo'ladi bu joyda.
Ya'ni bozor bir qulamoqchi bo'lganda, bozor selga yurmoqchi bo'lganda qachondir mana shu joyga kelganda bozor katta ehtimol bilan to'xtalish bo'ladi. Bir marta tormoz bosadi mana shu joyda. Prямо o'tib ketishi ham mumkin, lekin mana shu joyga kelgandan so'ng mana bunaqangi holat ko'rishimiz mumkin. Qaranglar. Agar bozor tupa pastga selga yurmoqchi bo'lgan taqdirda ham, lekin bunaqangi zonalarda bozor keladi. Bir marta mana shu joyda orqasiga tormoz berib oladi. Mana bunaqangi svecha kutishimiz mumkin. Idalshi keyin qulashi mumkin. Chunki nimaga? Bu zona o'tmishda ham bir marta o'sgan payti tormoz berib to'xtalgan, qanchadir vaqt flatda turgan, undan so'ng dalish uchyapti. Va kelgusida ham bozor agar qulaydigan bo'lsa, prямо bo'yidan просто tak o'tib keta olmaydi. Katta ehtimol bilan mana shu joyda tormozlanish kerak bo'ladi xolos. Shuning uchun bunaqangi zonani e'tiborimizga olishimiz kerak. Va mana bu joy ham biz uchun, ya'ni shaxsan men uchun поддержка. Albatta, mana bunaqangi holat bo'lsa сопротивление bo'lgan, lekin hozirgi holat uchun поддержка zonasi hisoblanadi. Mana bu joyda ham ko'rishimiz mumkin reaksiyani, bozor reaksiyasini kelgan, поддержкani his qilgani uchun ko'tarilyapti. Xullas, mana bu joy shunaqangi holatda tartibda analiz qilishimiz mumkin. Ya'ni men shunaqangi holatda analiz qilaman va savdo qilaman. Va o'rtoqlar, bu joyda Fibonacci'ni ham ishlatishimiz mumkin. Fibonacci instrumentini. Fibonacci instrumenti to'g'risida qanday foydalanishlik uchun, bilishliklar uchun kanalimga kirsanglar, mana bu joyda Fibonacci degan videorolik qoldirganman. Kanalga kirasizlar, mana shu videorolikni ko'rsanglar, shaxsan men Fibonacci'ni qanday ishlataman, qanday nastroyka qilaman, undan qanday foydalanaman, bla 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 bla, hammasi, xullas, hamma ma'lumot bor bu joyda. Kirib ko'rishingiz mumkin. Va o'rtoqlar, sizlarga ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketishim kerakki, agar broker tanlashda qiynalayotgan bo'lsanglar, mana bu joyda men o'zim savdo qilayotgan brokerlarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni video izohiga qaranglar. Kanalimga kirib, translyatsiya bo'limiga playlist bo'limiga ekan, adashdim, playlist bo'limiga o'tsanglar, mana bu joyda brokerlardan ro'yxatdan o'tish degan playlist bor. Mana ikkinchi o'rinda turibdi. Mana shu joyga kirsanglar, sizlarga kerakli bo'ladigan barcha ma'lumotlar bor. Вообще-то broker sohasiga aloqador. Registratsiya, verifikatsiya, pul solish, kirgizish, chiqarish, hamma ma'lumotlarni mana shu playlistdan topishingiz mumkin. Xo'p, mavzuga qaytamiz. Mana shu joydan Fibonacci'ni qidirishimiz ham mumkin. Mana bunaqasiga tortsak bo'ladi. Fibonacci instrumentimizni birinchi to'lqin, ikkinchi, mana ikkinchi to'lqinga tortamiz. Fibonacci tortsak ko'rishimiz mumkinki, bu joyda 61.80 va 78% urovellari turibdi. Ya'ni mana shunaqangi joydan agar selga ishlamoqchi bo'lsam, lekin selga ishlashni maslahat bermayman. Tubdan bo'lish mumkin selga ishlash. Juda ham qisqa muddatlilik uchun. Bozor masalan prямо ko'tarilib keta olmaydi, to'g'rimi? Qandaydir bir kuchli yangilik bo'lmasa, bu 4 soatlik time frame'dagi holat. Qaranglar. Bozor просто tak mana bunaqangi kuchli o'sib ketishi nerealniy narsa. Uning uchun qanaqangidir bir strashniy yangilik yoki nimadir kerak, fundamentalniy. Просто tak texnik mana bunaqangi o'tib keta olmaydi. Chunki mana bu joyda bir marta, ya'ni range'larimiz bor. Ikkita range bor ekan bu joyda. Bunaqangi range'da chiqib, ozgina flat qilib, keyin chiqishi mumkin. Hatto kuchli yangiliksiz просто tak o'sishi qiyin. Shunday ekan, mana bu 61.80 uroveniga selga zilka qilsak-u, stop lossini mana bunaqangi 80, ya'ni 78.60% yuqorisiga qo'yishimiz mumkin. Birinchi zilka mana bu joydan, ikkinchi zilka mana bu joydan bo'lishi mumkin. Bu albatta Fibonacci instrumenti bo'yicha zilka qilishimiz mumkinligi haqida ma'lumot o'rtoqlar. Bu joyda maslahat bermoqchi emasman, selga zilka qilinglar deb, hammanglar o'zingizlar strategiyalardan kelib chiqib zilka qilishlarini maslahat beraman. Mana bu joyda range'larimizni chiroyli qilib to'g'rilab qo'yib olishimiz kerak. Bu joy qarshilik va mana bu joy поддержка zonasi. Mana bu joyda ham bor. Bu уже 1 soatlik time frame ichidagi holat bo'yicha gap ketyapti. Bu joyda umuman olib qaraganda range'larimiz juda ham ko'p, maydalashib ketib qoladi bu yog'i. Range hammasi, chunki mana bu joy поддержка, mana bu joy сопротивление, mana bu joy сопротивление. Bozor mana bu range'dan yuqorida yopilsa, scalping uchun ishlashingiz mumkin. Mana bunaqangi holatda yopilsa, bu joyda ishlashingiz mumkin. Dalishi bozor keyin katta ehtimol bilan mana bu сопротивлениeni test qilgani chiqadi. Agar bu сопротивление zonasidan ham yuqorida yopilsa, bozor katta ehtimol bilan keyingi сопротивлениeni test qilgani chiqadi. Lekin soyani mana bunaqangi holatda chuqurroq qo'yish ehtimoli bor. Mana bu soya qo'yyapti degani, bunga ham e'tibor beramiz. Bu soya просто tak bo'lmaydi. Avval soya qo'yishim bozor selga yuradi, obratni orqasi qaytib ko'tariladi. Bu narsaga sabrlar yetsa, bundan foydalanishingiz mumkin. Lekin men bemalol ayta olamanki, agar bozor mana bu
поддержка yo'q. Aytaylik, to'g'ri mana bu joyda поддержка bo'lgan, lekin hozir сопротивление zonasi, agar сопротивление zonasidan bozor yuqorida yopilsa, 1 soatlik yoki 4 soatlik svechamiz bozor katta ehtimol bilan keyingi mana bu сопротивление zonasiga ko'tarilishi mumkin. Men agar mana shunaqangi holatda yopilsa, bayga zilka qilib ishlayveraman. Buni sizlarga bemalol aytishim mumkin. Bozorda любой narsa bo'lishi mumkin, lekin bozor hozir shunaqangi holatdaki, meni fikrim bo'yicha katta ehtimol bilan hali beri bu bay to'xtagani yo'q. Bayga biz hali ko'p uchamiz. Tak bu shaxsiy fikrim aytyapman. Где-то bir 31 100larda katta ehtimol bilan ko'rib kelsak kerak. Mana bu atrofgacha ko'tarilish ehtimoli juda ham yuqori. Fikr aytib o'tib ketaman. Men bozordan kutayotgan holatimni, agar bozor kelib mana bunaqangi holatda yopilsa, u svecha u joyda emas, mana bunaqangi bo'lishi ham mumkin. Selga tushdi, допустим, tasavvur qilinglar. Mana bunaqangi holatda selga tushib va bu joydan bayga yana bitta svecha 4 soatlik time frame'da ketyapti. Bu hamma svechalar e'tibor berib qo'yamiz. Mana bunaqangi holatda yopilsa, mana shu joydan bayga zilka qilaman. Bozor katta ehtimol bilan mana bu сопротивление zonasiga ko'tariladi va undan dalish ko'tarilib ketishi ham mumkin katta ehtimol bilan. Bu birinchi variant. Ikkinchi variant bor. Agar selga tushgandan so'ng mana bu rangedan, ya'ni mana bu поддержкамizdan pastda yopilsa, bozor katta ehtimol bilan keyingi поддержкani test qilgani tushadi. Keyingi поддержка esa mana bu joy hisoblanadi. Undan so'ng bozor yana keyin dalish ko'tarilib ketish ehtimoli bor. Unisini biz bila olmaymiz, lekin biz bilishimiz mumkin bo'lgan narsa, agar rangedan pastga tushib suqilib yopilyaptimi, katta ehtimol bilan mana bu joy test qilish kerak bo'ladi. Liba dalish bayga uchib ketgan taqdirda ham bu esa bo'lishi mumkin bo'lgan narsa. Mana bunaqangi holat, chunki bozor kuchli buy trendda, lekin любом случае mana bunaqangi holatda mana bu joy nima desa ekan, test qilish kerak. Как minimum mana bu svechani, medveji svechani suqilib, rangega suqilib yopilgan, tanasi bilan pastga yopilgan mana bu medveji svechani minimumini yangilaydi любом случае katta ehtimol bilan. Ikkinchi holatda mana bu minimumni yangilab yoki test qilib dalish uchishi mumkin. Bozorda mana shunaqangi holatni kutyapman. Xullas o'rtoqlar, analiz qilish bo'yicha katta time frame'larda shunaqangi holat analiz qilaman va kichkina time frame'larga menimcha kirishdan unchalik mantiqi yo'q. Bu bergan ma'lumotlarni, bu aytgan men o'tmishda qilgan xatolarimdan kelgan bu ma'lumotlar hamma time frame'ga aloqador. Katta ehtimol bilan hamma time frame'ga aloqador. Xullas shunaqangi holat. E'tiborlar uchun juda ham kattakon rahmat. Sizlarga keyingi videoroliklarda ko'rishguncha sog' bo'linglar o'rtoqlar. Xayr, xullas gaplashamiz. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar.